Turklarning tarixi takrorlanadi. Men bu yerda taqdim etmoqchi bo'lgan videoning mavzusi nima uchun O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Qoraqalpog'iston kabi turkiy xalqlar federativ davlat kabi hukumat qurishlari kerak. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston kabi bu davlatlarning har biri Turkiston nomi bilan atalgan bir davlat qoshidagi federativ davlat sifatida qaralishi kerak. Omon qolish va madaniyatimiz, o'zligimiz va tilimizni saqlab qolish uchun biz kuchli bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa bundan 100 yilcha avval ko'rganimizdek bizni sho'rolar bosib olgan edi. Mamlakatlarimiz o'sha davrda Turkistondagi amirliklar va xonliklar tasarrufida edi. Afsuski bizni sovetlar bostirib, ularning hukmronligi ostiga tushib qoldik. Biz ularning hukmronligi ostiga tushib qolganimiz uchun o'zligimizni deyarli yo'qotdik. Biz ham kuchimizni yo'qotib, tilimizni ham yo'qotib qo'yishimizga sal qoldi. Ko'rib turganingizdek, bu Turkiston xalqlaridan deyarli har bir kishi rus tilida gaplasha oladi. Nega? Chunki biz 100 yildan ortiq vaqt davomida ularning ta'sirida bo'lganimiz. Shuning uchun biz hammamiz Rossiya haqida bilamiz. Ishlash va o'qish uchun rus tili deyarli shart. Nega biz o'z tilimiz ustida ishlamadik? Chunki biz ularning hukmronligi ostida bo'lib, madaniyatlarimizni yo'qotib, zaiflashtirdik. Tilimiz zaiflashdi. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va hokazo soxta nomlar bilan bo'linib ketdik. Ular bizni hukmronlik qilish uchun bizni bo'lishdi. Ushbu nazariyani yodda tutish va madaniyatimiz va kelajak avlodlarimizni boshqa har qanday xalq, Rossiya, Xitoy yoki Fors kabi boshqa davlatlar tomonidan bosqin yoki istilodan himoya qilish uchun biz kuchli bo'lishimiz kerak. Kuchli bo'lish uchun biz birga bo'lishimiz kerak. Biz hozirgi davlatlar kabi mayda-chuyda millatlarga bo'linmasligimiz kerak. Biz bir hukumat ostida bo'lishimiz kerak. Tashqi siyosatimizda hamjihat bo'lishimiz kerak. Ichki siyosatimizda esa 4 ta federal davlat sifatida ishlashimiz mumkin. Bu juda muhim va Ukrainani Rossiya bosib olgandan keyin birlashish osonroq bo'lishi mumkin. Bu biz uchun tetik, barchamizni birlashish uchun uyg'otuvchi qo'ng'iroqdir. Bu juda qiyin emas. Biz tarixga nazar tashlashimiz, omon qolishimiz, madaniyatimiz va tilimiz haqida qayg'urishimiz kerak. Omon qolish uchun birdam bo'lishimiz, birlashishimiz, kuchli bo'lishimiz, tilimiz va madaniyatimiz ustida ishlashimiz kerak. Natijada ular hokimiyatni saqlab qolmadilar yoki muhim narsalarni yarata olmadilar. Aksariyat yozuvchi va shoirlarimiz fors yoki arab tilida ijod qilganlar. Ali ibn Sino, Rumi, Sa'di Shiroziy kabi tarixiy shaxslar ko'pincha fors shoirlari yoki olimlari sifatida e'tirof etiladi. Aslida ular turkiy xalqlardan bo'lishiga qaramay, kamdan kam hollarda turkiy hisoblanadilar. Jumladan Rumi Afg'onistonning shimolida tarixan turkiy xalqlar yashaydigan barxda tug'ilgan. Ammo hozir bu aholi soni kamayib bormoqda. Madaniyat va til yo'qolsa, siyosiy kuch va o'ziga xoslik ham yo'qoladi. Bu biz uchun tarixda hal qiluvchi saboqdir. Mo'g'ullar dunyoni zabt eta boshlaganiga qariyb 900 yil bo'ldi. Mo'g'ullardan oldin turkiy xalqlar ayniqsa O'rta Osiyoda o qadar mashhur bo'lmagan. Binobarin Mo'g'ul imperiyalaridan keyin Turkiy va boshqa xalqlar qudratli imperiyalar sifatida vujudga kelgan. Masalan, Chingizxon va Mo'g'ullar dunyoni zabt etishga kirishdilar. Biroq Mo'g'ullar davlat qurishning eng muhim jihatlaridan biri
til va madaniyatni e'tibordan chetda qoldirdilar. Mo'g'ullar Sharqiy Yevropadan Sharqiy Osiyogacha bo'lgan keng hududlarni egallab, yerlarni zabt etishda juda professional va samarali bo'lgan. Bir paytlar Mo'g'ul imperiyalari yer maydoni bo'yicha dunyodagi eng katta imperiya edi. Ammo ular o'z madaniyati va tillarini qurishni unutdilar. Forsni zabt etganlarida ular o'z madaniyatini rivojlantirish o'rniga Fors madaniyati va tiliga erigan. Mo'g'ullar imperiyasi Mo'g'ul tili va madaniyatini rivojlantirishi mumkin edi. Lekin ular buni qilmadilar. Mo'g'ullardan keyin boshqa turkiy xalqlar, masalan, Temuriylar va Alxoniylar imperiyalari ham o'z tili va madaniyatini qurishga e'tibor qarata olmadilar. Hatto Osmonli imperiyasi ham Osmonli turkiy tiliga ustuvor ahamiyat bermagan. Fors tili Osmonlilar imperiyasining rasmiy tili bo'lganligi kinoyalidir. Osmonlilar imperiyasi Turkiylar imperiyasi bo'lsa-da, davlat tili fors tili bo'lgan. Davlat xizmatchilari fors tilini bilishlari kerak edi. Bu ham Turkiy ham Mo'g'ul imperiyalari uchun achinarli haqiqatdir. Qachonki xalq o'z madaniyati va tilini barpo etishga e'tibor bermasa, u tarixda unutilib qolishi mumkin. Bu Mo'g'ullar va undan keyingi turkiy imperiyalar tomonidan yo'l qo'yilgan jiddiy xato edi. Agar Mo'g'ul imperiyalaridan keyin o'z tilimiz ustida ishlaganimizda, bugungi kunda dunyoda juda boshqacha mavqega ega bo'lar edik. Agar siz boshqa imperiyalarni, masalan, Ispan, Ingliz yoki Portugal imperiyalarini ko'rsangiz, ular qayerga bormasin o'z madaniyati va tilini amalga oshirgan. Misol uchun Meksikada rasmiy til ispan tilidir. Chunki u bir vaqtlar Ispaniya imperiyasi nazorati ostida bo'lgan. Xuddi shunday Braziliyaning rasmiy tili mustamlakachilik tarixi tufayli Portugal tilidir. Hindistonda ingliz tili rasmiy til hisoblanadi. Chunki u 200 yil davomida Ingliz imperiyasining mustamlakasi bo'lgan. Pokiston va Gonkong ham mustamlakachilik o'tmishi tufayli ingliz tilini qabul qilishga majbur bo'ldi. Afg'oniston xususan shimoliy va g'arbiy mintaqalarida turkiy xalqlar Fors imperiyalari ta'sirida bo'lgan. Bugungi kunda asosiy turkiy madaniyat yoki tilga oid dalillar kam. Afg'onistonda o'zbeklar bor bo'lsa-da, ular Afg'onistonda Fors tilida gaplashishi kerak bo'lganligi uchun sezilarli kuchga ega emas. Afsuski, turkiy xalqlar bu masalani chuqur o'ylamagan. Misol uchun, Mo'g'ul imperiyalari Forsda, hozirgi Eron hukmronlik qilganda Chingizxon avlodlari islomni qabul qildilar. Ba'zilari hatto forscha yoki arabcha nomlarni ham qabul qildilar. Turkiy va Mo'g'ul avlodlarining o'z ismini va tilini o'z xohishi bilan o'zgartirishi, ba'zilari hatto forsiy she'rlar ham yozishi kinoyalidir. Endi Mo'g'ullarga qarasangiz hech narsa qolmagan. Ular o'z tili va madaniyatini amalga oshirmadilar. Ular bir necha yuz yil davomida faqat zabt etish va nazoratni saqlab qolish kifoya deb ishonishdi. Biroq ular abadiy bo'lishi mumkin bo'lgan va xalqning tarix davomida esda qolishini ta'minlaydigan til va madaniyatning ahamiyatini anglay olmadilar. Bugungi kunda Mo'g'ullardan oz qolgan 4 millionga yaqin aholisi bo'lgan Mo'g'uliston juda qashshoq mamlakat. Boshqa turkiy xalqlar va imperiyalar ham ortda qolmagan. Ular asosan fors tilida ijod qilib, nomlarini forschaga o'zgartirdilar. Fors tilini maqtashdi, lekin o'z ona tillari ustida ishlamadilar. Agar turkiylar yoki Mo'g'ullar imperiyasi
o'z tili va madaniyatini barpo etishga e'tibor qaratgan bo'lsa edi, ishonchim komilki, turkiy xalqlar, ayniqsa Turkiston va O'rta Osiyoda bugungi kunda butunlay boshqacha holatda bo'lar edi. Mo'g'ul imperiyasidan keyin turkiy imperiyalar ham ergashgan. Afsuski, ular o'z tili va madaniyatini rivojlantirish strategiyasini qabul qilmagan. Mo'g'ullardan keyin yirik turkiy imperiyalarining umri. Usmonlilar imperiyasi 1299-yildan 1922-yil, qariyb 623 yil eng uzoq davom etgan. Yevropa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning katta qismini boshqargan. Temuriylar imperiyasi 1370-yildan 1507-yil, qariyb 137 yil. Temur tomonidan asos solingan O'rta Osiyo, Eron, Hindistonning bir qismi. Qozon xonligi 1438-yildan 1552-yil, qariyb 114 yil. Sobiq Oltin O'rda Rossiyaga qo'shib olingan. Qrim xonligi 1441-yildan 1783-yil, qariyb 342 yil Sharqiy Yevropada qudratli, keyinchalik Usmonlilarga vasila qilingan. Nogay o'rdasi 1440-yildan 1600-yilgacha, qariyb 200 yillar ko'chmanchi cho'l konfederatsiyasi. Buxoro xonligi 1500-yildan 1785-yillar, qariyb 285 yillar O'rta Osiyo, O'zbekiston kuchli islom markazi. Xiva xonligi 1511-yildan 1920, qariyb 409 yil turklar hukmronligi sovetlar qo'lga kiritgunga qadar. Qo'qon xonligi 1709-yildan 1876-yil, qariyb 167 yil Rossiya istilosidan oldingi so'nggi mustaqil xonlik. Mo'g'ullar imperiyasi 1526-1857-yil, qariyb 331 yil turk mo'g'ul nasl nasabi Hindistonning katta qismini boshqargan. Safaviylar saltanati 1501-yildan 1736-yil, qariyb 235 yil turkiy zabon asoschilari bo'lgan Fors davlati Qora Qo'yunlu 1375-yildan 1468-yil, qariyb 93 yil qabila ittifoqi Oq Qo'yunlu bilan jang qildi. Oq Qo'yunlu 1378-yil, 1501-yil, qariyb 123 yil Qora Qo'yunludan keyin o'rin olgan. Keyinchalik Safaviylar tomonidan o'zlashtirilgan. Xulosa statistikasi. Eng uzoq muddatli Osmonli imperiyasi 623 yil. Eng qisqa muddatli Qora Qo'yunlar 93 yil. O'rtacha umr ko'rish ularning aksariyati uchun taxminan 250-300 yil. Hammasini qamrab olgan umumiy vaqt oralig'i 1299, Usmonlilardan 1920 Xivagacha. Yevrosiyoda 620 yildan ortiq davom etgan turkiy hukmronlik. Bir qancha Mo'g'ul hukmdorlari, ayniqsa Fors, O'rta Osiyo va Yaqin Sharqda hukmronlik qilganlar, islomni sunniy yoki shia qabul qilib, forscha yoki arabcha nom va unvonlarni qabul qildilar. Bu ayniqsa Ilxoniylik va Chag'atoy xonligida keng tarqalgan bo'lib, u yerda islom asta-sekin an'anaviy Mo'g'ul tengrist e'tiqodlarini almashtirgan. Mana islomni qabul qilgan va fors yoki arabcha nomlarini qabul qilgan asosiy Mo'g'ul imperiyalari tafsilotlari bilan birga. Berkaxon Oltin O'rda hukmronligi 1257-yildan 1266 ibodat islomni sunniylik qabul qilgan birinchi Mo'g'ul hukmdori. Nomi turkiy mo'g'ulcha Berka ismini saqlab
qolgan, lekin musulmon shohzoda sifatida hukmronlik qilgan va islom ulamolarini qo'llab-quvvatlagan. Ta'sir: Hulagu xonning ilhonligiga qarshi o'sha paytda musulmon bo'lmagan Misr mamlakatlari bilan birlashgan. G'azon xon ilhonlik Fors hukmronligi 1295-1304 islomni qabul qilgan. 1295 yilda sunniy islomni qabul qilgan. Keyinroq Shofiy va Hanifiy mazhablarini qo'llab-quvvatlagan. Yangi ismi Mahmud G'azan ilhonlikning rasmiy diniga aylantirdi. Buddist va xristian ibodatxonalarini taqiqladi. Fors boshqaruvi va islom qonunini qayta tikladi. Fors madaniyati va tilini targ'ib qilgan. 3. Oljetu ilhoniylik hukmronligi 1304-yildan 1316-yilgacha qabul qilingan. Dastlab Buddist, sunniy islom, keyin Shia islomini qabul qilgan. Nomi Sulton Muhammad Xodabandeh ismini oldi. Ta'siri: Sultaniyadagi buyuk maqbara qurilgan. Eronda qisqa vaqt ichida 12 shialikni targ'ib qildi. Uning dinini qabul qilishi shialik g'oyalarini yoyishga yordam berdi, lekin keyinchalik sunniylik amaliyotiga qaytdi. Tarmashirinxon Chag'atoy xonligi hukmronligi 1331-yildan 1334-yili islomni qabul qilgan. Sunniylik islom yangi ism. U musulmon nomini qabul qilgan bo'lishi mumkin. Manbalar turlicha, lekin u islom siyosati bilan hukmronlik qilgan. Ta'sirli Chag'atoy xonligida islomni targ'ib qildi, ammo islomlashuviga qarshilik ko'rsatgan an'anaviy Mo'g'ul zodagonlari tomonidan ag'darildi. Tog'a Temur ilhoniylar da'vogar hukmronligi 1330-yildan 1353-yillari taxtda da'vo qilgan, islomni qabul qilgan. Abu Said Tog'a Temur ismini oldi. Ilhoniylar hududini boshqargan, islomni siyosiy jihatdan qo'llab-quvvatlagan. Boshqa Mo'g'ul shahzodalari va zodagonlari Eron, O'rta Osiyo va Anadoluda qo'nim topgan ko'plab Mo'g'ul zodagonlari asta-sekin islom dinini qabul qilib, musulmon nomlarini o'zlashtirdilar. Anadoluda ilhoniylar hukmronligi ostidagi ba'zi Mo'g'ul zobitlari turkiy musulmon aholi bilan qo'shilib, keyingi turkiy islom beyliklarining, shu jumladan Osmoniylarning fonini shakllantirishga yordam berdi. Xulosa: Mo'g'ul hukmdorlari asl imperiya yangi ismga o'zgartirilgan islom maktabi Berke xon Oltin O'rda sunniy islom Berke ismi o'zgartirilmagan sunniylik Gazan xon xonligi Eron sunniy islom Mahmud Gazan sunniy Oljetu Chingizxon konstitutsiyasi Yassa. Shuningdek, Yassa, Yasaq yoki Jasaq deb ham yoziladi. Nomi bilan tanilgan maxfiy ammo kuchli huquqiy kod u. Tez kengayib borayotgan Mo'g'ul imperiyasini boshqarish uchun ishlab chiqqani aytiladi. Yassa nima? Yassa Mo'g'ulcha 8-9 asrlar Zasak, buyuk qonun degan nomini anglatadi. 1206-yilda Chingizxon buyuk xon deb e'lon qilinganidan keyin unga tegishli bo'lgan qonun va harbiy intizom to'plami bo'lgan. Bu zamonaviy g'arb ma'nosida yozma konstitutsiya emas, balki g'arbiy qonunchilikdan tortib fuqarolik qonunchiligini qamrab olgan qoidalar, urf-odatlar va qarorlar to'plami edi. Yassaning asosiy xususiyatlari. Izoh: Yassaning to'liq matni bizgacha yetib kelmagan. Bizga ma'lum bo'lganlar keyingi Fors, Arab va Yevropa manbalarining Juvani Rashidin, Marko Polo va boshqalardan olingan. 1. Mutlaq sodiqlik va itoatkorlik. Qattiq harbiy intizom.
Har qanday xiyonat yoki qochqinlik o'lim bilan jazolangan. Xonga bo'ysunmaslik xiyonat. Ikkinchi, diniy bag'rikenglik. Din erkinligi kafolatlanadi. Diniy arboblar, imomlar, rohiblar, ruhoniylar soliqdan ozod qilingan. Chingizxon diniy totuvlikni yaxshi boshqaruv deb bilgan. Uchinchi, meritokratiya va martaba. Olijanob tug'ilishga emas, balki mahorat va sadoqatga asoslangan ko'tarilishlar. Kapitanlar va generallar ko'pincha o'zlarining yutuqlari uchun quyi darajalardan tanlanadilar. 4. Oila va nikoh qonunlari. Nikohlar davlat tomonidan tasdiqlanishi kerak edi. Zino o'lim bilan jazolanadi. Ayollarni o'g'irlash agar qabila qoidalariga rioya qilmasa, ayniqsa keyinchalik qonundan tashqari deb e'lon qilingan. 5. O'g'irlik va qotillik to'g'risidagi qonunlar. Hayvonlarni yoki tovarlarni o'g'irlash o'lim jazosi. Xonning ruxsatisiz qotillik qattiq jazolanadi. Soxta ayblovlar ham qattiq jazolangan. 6. Harbiy tashkilot. Harbiy o'nlik birliklariga 10, 100, 1000, 10,000 guruhlangan. Askarlar oziq, ovqat, o'lja va qiyinchiliklarni teng taqsimlashlari kerak edi. Qochqinlik, qo'rqoqlik yoki ruxsatsiz chekinish o'lim. 7. Pochta va aloqa tizimini. YAM tizimini yaratdi. Maktublarni yuborish uchun tizimlar yaratdi. Xabarchilar himoyalangan va tezkorlik uchun mahalliy aholidan ot olishlari mumkin edi. 8. Soliq va soliq din peshvolari va shifokorlardan tashqari hamma soliq yoki o'lpon to'lashi kerak edi. Mo'g'ullar itoat qilganlarni hurmat qilishgan. Qarshilik ko'rsatganlarni esa yo'q qilishgan. 9. Hayvonlarni himoya qilish. Ov qilish qoidalari qat'iy edi. Ko'paytirilish davrida ov qilish mumkin emas. Ruxsatsiz o'ldirish jazolanishi mumkin edi. 10. Guvohlar tizimi. Ko'rsatmalar uchun bir nechta guvohlar kerak edi. Soxta guvohlar qatl qilindi. Chingizxon falsafasi ortida. Qonunsiz qo'shin g'alaba qozona olmaydi. Qonunsiz xalq esa bardosh bera olmaydi. U o'nlab raqib qabilalar, tillar va e'tiqodlarni yagona intizomli boshqaruv ostida birlashtirishni maqsad qilgan. Yassa imperiyani bir-biriga bog'lab turgan ko'rinmas elam sifatida. Ko'rinmas ilm sifatida. Nega u saqlanib qolmadi? U sir tutildi. Ommaga e'lon qilinmadi, faqat elita amaldorlarga ovoz chiqarib o'qildi. Ehtimol og'zaki yoki yo'qolgan arxivlarda saqlangan. Keyinchalik Mo'g'ul sulolalari uning bir qismini moslashtirgan, ammo uni to'liq saqlab qolmagan. Yassa merosi Mo'g'ul voris davlatlari ta'sirida. Ilxonlik Oltin O'rda, Chog'atoy xonligi, Yuan sulolasi turklar va mo'g'ullar o'rtasida kodlashtirilgan dasht qonuni uchun bo'lib xizmat qilgan. Ba'zi olimlarning fikricha, bu mo'g'ullardan keyingi Fors va Markaziy Osiyodagi islom huquqiy moslashuvlariga ta'sir ham qilgan.